qalblarida qo'rquv, lablarida titroq. Bu bechora qari mo'ysafid kim ekan deb o'ylansangiz kerak. Bu Ahmad Hassun. Bosqinchi va zolim bo'lgan diktator Bashar Asad davridagi Suriya hukumatining muftiysi bo'lgan. أحمد بدر الدين محمد أديب حسون. Good morning. Morgan Shalom. أي قذيفة ستسقط على حلب ستباد المنطقة بأجمعها. وإن كنتم تظنون أن الجيش التركي سيحميكم فمن احتمى بغير الله ذل. الحاج قاسم السليماني الذي كان قواما لليل صواما للنهار. أقول لمن بقي في إدلب أحمد ولا كلمة. حاضر. U vaqtlarda bir narsani buyursa, bir narsani Allohning shariatini harom qilgan narsani halollab bersa, butun xalq va butun armiya bunga ergashib bajarardi. Ya'ni minglagan, millionlagan suriyalik oddiy musulmon Shom ahlini o'ldirishlikka mana shu insonlar fatvo chiqarib sababchi bo'lgan. Allohning fazli marhamati bilan bugungi kunda mana bu mahkama oldida qozi hukmini chiqardi. Hukm qanday bo'ldi? Buni butun shu yillar davomida musulmonlarni qatl-on qilib, mana shu tog'otga xizmat qilib yurgan davrida yiqqan barcha mol-u mulkini musodara qilib, umrbod qamoq jazosi berildi. Va umrbod qamoq jazosidan tashqari hech qanday kechirim bo'lmaslik, ya'ni rus tilida amnistiya deb qo'yadi. Hech qanday amnistiyaga tushmasdan butun umr hayotini qamoqda chiritishlikni hukmi chiqarildi. Xo'p, buni videolariga batafsil to'xtab o'tishlikka qaror qildim. Sababi bu Allohning diniga xiyonat qiluvchi muftiylarning zarari mana bunday bo'ladi. Ya'ni millionlagan musulmonlarni qatl-oniga sababchi bo'ladi. Bu juda ham xatarli narsa. Nega buni ta'kidlab o'tyapman? Chunki bugungi kunda har qanday tog'ut davlatlarining qo'lidagi o'sha qo'g'irchoq muftiylar, qo'shtirnoq ichidagi muftiylar mana shunday musulmonlarga, islomga qarshi hukmlarni, qarorlarni chiqaradi va chiqaradida buni natijasida ana bu zolimlar ham o'zini go'yoki qoniqtirib mana bu narsani to'g'ri qilyapman deb oddiy musulmonlarga zarar beradi. Buning natijasida ko'plagan musulmonlar shahid qilinadi, opa-singillarimiz nomuslariga tegiladi va mana bularni oqlab beruvchi, Allohni harom qilgan narsalarini halol qilib berguvchi mana bunday muftiylar sababchi bo'ladi. Bu videolarni birma-bir qo'yib tarjima qilib beraman. Sababi zolimlar ko'rib zora bu narsadan o'zini zulmidan tiyilsin va mu'minlarning qalbiga shifo bo'lsin. Bu videoga e'tibor bering. Jang maydonida yurgan bir jurnalist to'g'ridan to'g'ri o'sha Bashar Asad vaqtida janglar ketyapti, oddiy musulmonlar qatl-on qilinyapti. Mana buni to'g'ridan to'g'ri muftiyga telefon qilyapti-da, ana bu jurnalistga shijoatlantirib armiyani dastaklab fatvolar beryapti. Telefonda onlayn mana bu narsani prямой efir qilib televideniyaga uzatilgan o'sha vaqtlarda. حصنتك بالحي القيوم أنت ومن معك وأبنائنا في الجيش حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يغيب ولا يموت أبدا. شكوتك إلى الله وادخل إلى جيشنا العربي. Qarang, aytayaptiki, sizlarga sizlarni va sizlar bilan bo'lgan jeysh, ya'ni o'sha armiyaga hayyu qayyum, ya'ni Allohning sifatlarini aytib turib, mana bu zot sizlarga yordam bersin deyapti. Qarang, bu tog'utlarni qo'g'irchog'i bo'lgan mana bunday muftiylarning xatariniki, shunday Allohning nomi bilan oddiy musulmonlarni qatl-on qilayotgan armiyaga bir go'zal so'zlari bilan bezab turib oyatlarini to'g'rilab beryapti. Allohum musta'an. Endi bu gapida aytayaptiki, bizlarni nimamiz deyapti hukumatimiz. Bizlarni askarlarning ichida o'sha xristianlari ham bor, musulmonlari ham bor va bizda to'liq demokratiyani qo'llaymiz, balki har qanday din erkinligi bor. Buni mana bunday bir erkinliklarni qayerdan topasizlar deb turib, yana o'sha Suriya televideniyasiga shunday bir ko'rsatuv qilib
o'sha zolim armiyani, bosqinchilarni, diktatorni armiyasini dastaklab, qo'llab-quvvatlab mana bu so'zlarni aytyapti. Mana bu yerda aytyaptiki, men bizlarni yurtimizni himoya qilayotgan askarlarimizga aytamanki, sizlar bu dushmanlarga sobit turganlaring sababidan Alloh taolo osmondan barakotlar yog'diryapti, deyapti. اليوم جيشنا الذي أدعو الله له بالثبات والتوفيق أقبل جباهكم وأنتم تدافعون عن وطن باركته السماء وقدسته أقدام الأنبياء. Lekin xabarlar borki, o'sha vaqtlarda bosqinchi Rossiya aviaudorlari bilan oddiy xalqlarni ximiyskiy orujalar bilan bombard qilib, katta jarohatlar, katta shahidlar evaziga bir vaqtlar mujohidlarni qo'l ostidagi yerlarni bular bosib olgan. Va mana shu joyda bular endi shijoatlanib ketib, o'sha vaqtdagi tog'utlarga juda ham bir qo'pol qilib aytganda paxta qo'yib, mana bunday ko'rsatuvlar qilgan. Bu yerda mana o'sha har qanday xristian boshqa shular bilan nima qilyapti-da, birga katta chiqishlarda chiqyapti va orqasidan xutba qilib aytayaptiki, sizlar qo'llaringdan kelganinglarni qilinglar, biz sizlarni iymonimiz bilan, sabrimiz bilan o'ldiramiz, deyapti. Ya'ni sanaqtuluha, ya'ni sizlarni albatta o'ldiramiz deb turib ochiq bayonotlar bergan. Shunday bir xalqni, armiyani, o'sha zolimlar turgan tarafida turganlarni mana bunda ochiq shijoatlantirib, mana bu go'yoki oddiy xalqni o'ldirishlikni dindan qilib to'liq fatvo chiqarib bergan. Alloh musta'an. Endi bugungi kundagi ahvolini qarang. Bu albatta mu'minlarning qalbiga shifo bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taoloning Shom ahliga qilgan marhamati. Mana bu videoda esa men aytamanki, kim qoldi Idlibda, deyapti. Xabarlar bor, 2020-yili bosqinchi Eron va Rossiya va diktator Bashar Asad birgalikda masshtabli, ya'ni katta hujumlar qilgan va juda ham bir bombardimonlar natijasida, juda ham ko'p yo'qotishlar natijasida mujohidlar bir Idlib mintaqasiga, kichik joyga qisilib qolgan. Mana shu joyda bu muftiy shijoatlanib ketib aytayaptiki, men aytamanki, kim qoldi Idlibda deyman, deyapti. Orqasidan qozini nimasini montaj qilib qo'yibdi. Ya'ni qozi gapirishga ham ruxsat bermayapti. Ovozingni o'chir Ahmad, deyapti. Ya'ni hozirgi mahkamadagi holatida. Shu o'rinda aytib o'taman, Atif Najib Bashar Asadning amakisining o'g'li va Bashar Asadning o'zi Moskvada qochib yuribdi. Ukasi Mohir Asad barchalariga o'lim hukmi chiqarildi. Bir kun kelib ushlansa ham, ya'ni ularga o'lim hukmi ijro qilinadi inshaalloh. Qarang, bir vaqtlar qanday obro'li, qanday bir mansabdor shaxs edi. Allohning bu dunyoda bergan jazosi, ya'ni oxiratdagisini Alloh taolo o'zi biladi. Bugun kundagi xorligini qarang. Qamoqxonada qilgan jinoyatlari berkitib bo'lmaydi. Avvalgi zamonda emas, hozir mana internetlarda to'lib yotibdi buni xutbalari. Buni bu yerdagi nimalar? Xalq Muftil Baramil deydi, masxaralab aytadi. سماحة مفتي نظام البراميل. لا، ما نظام براميل. أنا اسمي الدكتور أحمد حسون. ما بسمح لك أبدا. أنا محشور في السجن 3 مرات. ما راح انشر. خلاص مش بتعرفني. خلاص انت لك مني ما تفهم. بس ما تفهم. Ya'ni Muftil Baramil deyishiga sabab janglar avvalida Suriyada bir Rossiya yordam berishdan avval tuzuk quruq quroli bo'lmagan. Shunga portlovchi moddalarni 200 litrlik bachokka solishib, vertolyotdan tashlayvergan. Natijada u bir направлениyaga emas, qayerga tushib, ko'p xalqlardan ko'pchilikni shahid qilgan. Va mana bu narsani ham juda bir chiroyli uslubda oqlab bergan muftiy. Shuning uchun buni bu yerdagi xalq Muftiy Baramil deydi. Ya'ni Baramil o'sha biz bilgan bochka 200 litrli. Shunga masxaralab shunday deyshadi. Bu yerda mulohaza o'laroq aytamanki,
endi davlat buyrug'i bilan yuradi ko'p masjiddagi imomlar boshqalar. Siz mayli qalbingizda bir iymoningiz bo'lib, musulmonlarga bir xolisligingiz bo'lsa, hech bo'lmaganda betaraf bo'ling va Allohga mana bu narsani qiyomatga borganda dalil qila oling. Ya'ni ko'ryapsiz, tog'otlarni tarafini olganlar, tog'otlar taxtdan ketgandan keyin mana bunday holatga tushib qoladi. Bunday holatga tushmasangiz ham, bu hayotda chiroyli yashab o'tsangiz ham, lekin oxiratda Allohning huzurida baribir javob berasiz. Ya'ni Alloh taoloning huzurida bizga uzr bo'ladigan narsa o'sha zolim hukumatlarni qo'lida ishlab ham, ya'ni ko'p, biz barchalariga unday demaymiz, ko'p o'sha imomlar shu davlat tarafiga o'tib olib, oddiy musulmonlarni zulm qilishligiga, o'sha zolim hukumatlar zulm qilishligiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun aytamanki, hech bo'lmasa betaraf bo'ling va Alloh uchun xolis bo'ling va mazlum musulmonlarga qo'lingizdan kelganicha yordam bering. Zora Allohning huzurida mana bu narsa bizga uzr bo'lsa va Alloh taolo bizlarni kechirsa. Qarang, mana shu kunlarda bu Ahmad Hassunning hukmi chiqargan internetda ko'p videolar tarqaldi. Shu Damashqda bitta joyda musulmonlarni qatliam qilgan o'sha zolim hukumat va shuning natijasida bir daryoda, bir kichik daryoda nima qon paydo bo'lgan. Ko'lmay qon paydo bo'lgan. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarga Shom xalqi qo'yyapti. Ya'ni mana bu kunlarni unutmaylik. Mana bu zolimlarda qilgan zulmini unutmaylik deb turib, haqiqatan qarang, subhanalloh. 1 millionga yaqin insonni qatl qilib, 250 ming inson umuman bedarak yo'qolib ketgan. Avval videolarimizda ko'rsatganmiz. Saidna qamoqxonalari boshqa joylarda o'ldirib, kislotaga solib, umuman yo'q qilib tashlab, insoniyatni mana shunday qirib tashlab, bedarak yo'qolgan odam juda ham ko'p. Alloh musta'an. Valakum fi qasosi hayatun ya ulil albab. Mahkamada mana shu oyatni yozib qo'yibdi, subhanalloh. Va mana shu bosqinchi Bashar Asad hukumati va uni atrofidagi boya aytib o'tgan odamlarim, Atif Najib amakisining o'g'li, Mohir Asad ukasi, mana shularga o'lim hukmi chiqarildi-da, mana bu oyatni o'qiyapti. Allohu akbar. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shunday hukumat ishlari, mansablar, mana bunday obro'lar bu Allohga hech narsa emas. Ya'ni Alloh taolo shunday qilib qo'ydiki, bir kunda mana bu narsalar hammasi qo'ldan ketib, mana bu zolimlarda o'lim hukmi ham chiqarildi. Bu o'lim hukmini olganlar ba'zilari ushlangan, o'lim hukmi ijro qilinadi. Ba'zilari tashqarida qochib yurganlar ham bir kun ushlansa, mana bu jazo bilan jazolanadi inshaalloh. Xo'p, mana bu yerda bir videoda so'zma-so'z tarjima qilib beraman. Ahmad Hassun o'zi kim? Nega unga unday jazo berilyapti deyapti. أحمد بدر واحد من رموز نظام الأسد استغل موقعه ليعطي غطاء شرعي لجرائم النظام. خرجوا وهم يقولون حرام ألا يكون رؤساء. Keyin aytayaptiki, mana bu so'zlarini qo'yapti. Harom, ya'ni haromki bu Bashar Asad tarafda turib fatvolar chiqarishing deb o'sha paytda ham kimlardir bunga aytgan ekan. Bunda aytayaptiki, bu o'zini oqlab va o'sha oddiy xalqni qatl qilishlikka fatvolar chiqarishda davom etgan deyapti. Va o'sha nimadan deyapti, bosqinchi diktator Bashar Asad hukumatidan mana shu mujohidlar egallagan joyni yer bilan tekizlab tashashlikka ham fatvo bergan odam ekan. Ya'ni umuman mudammar degani, ya'ni parchalab tashlashlik, har qanday qurollarni ishlatib yo'q qilib tashlashlikka fatvo bergan inson deyapti. Va bu yerda bu yaramasi so'zini dalil qilib aytayaptiki, bularga Alloh taoloning g'azabi bor, bularni umuman yer yuzidan yo'q qilib tashlashlar kerak deb turib, telefonda aytgan so'zini tasdiq o'laroq qo'yib qo'yishibdi. حسون كمان متهم باستغلال منصبه للتقرب من بشار الأسد. Va Hassunda yana bir ma'ruf tarafi, doim o'sha Bashar Asadga yaqinligi bilan qayerga borsa, o'zini ishlarini diniy taraflama oqlab berguvchi saroy qo'g'irchog'i bo'lgan ekan. Mana shuning uchun ham
bu juda ham tanilgan muftiy ekan. مدير المخابرات Bu yerda aytyaptiki, Eron bilan Rossiya oddiy Shom xalqini o'ldirishga kirganda ham bu muftiy bu siyosatga aralashishligi tabiiyki saroy qo'g'irchoqlari siyosatga aralashishligi o'zi kerak emas bu narsa. Daji o'sha tog'utlarga ham bu narsa qiziq emas. Bu o'zini yana ham yaxshiroq ko'rsatishlik uchun mana shu mavzularga ham kirib oddiy xalqni, mazlum xalqni o'ldirishini ham oqlab bergan ekan. Rossiya va Eronni sizlar yomon ko'ryapsizlar, yomonlayapsizlar. Bizga ular bir maqsadlarda emas, bir narsani undirishga emas, balki bizga yordamga kelgan edi deb turib oqlab beryapti. Mana bu video juda ham menga ta'sir qildi. Bismillahirrahmanirrahim. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أحمد نعم. يا بدك تجاوب هون ما خطبة، بدك تجاوب على الأسئلة. نعم. أنت بإمكانك إذا في عندك بدك تحكي شيء مطول تقدمه محاميك. نعم. من خلال ادعاء، من خلال الدفاع تبعك. أما الآن أنت راح تجاوب على قدر السؤال. ما ردك على التهم المسندة إليك. Bu yerda qozi hukmni chiqardida, hukmga bir shikoyating bormi, e'tirozlaring bo'lsa ayt desa, bular endi mana bunday qilib o'ngga chapga o'sha muftiylik davrida shariatni ham shu tog'utlarini rioyasiga qarab yurgizib o'rganib qolgan-u. Juda ham chiroyli qilib xutba qilishni boshladi. Keyin bu yerda qozi aytdiki, Ahmad senga bu xutba emas dedi. Qisqa qil gapni. Bitta shikoyating bormi ayt, bo'lmasa o'chir ovozingni dedi. Ya'ni juda ham bir din bilan izzatlantirgan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Mana bunday tog'utni qo'g'irchoqlarini islom ummatini qatliyoniga sababchi bo'lgan mana bunday muftiylarni jazolagan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Usmoniy xilofati qo'ldan ketib musulmonlarni oxirgi xalifasi yo'q bo'lgandan keyin musulmon yerlariga, musulmonlar egallab turgan xilofat yerlariga butun dunyodan kofirlar xuddi bir o'ljasiga tashlangan chebo'ri kabi tashlana boshlagan. Shu vaqtlarda 1912-yillari bizni diyorlarda SSSR bosib olgan bo'lsa, Rus hukumati bu yillarda masalan Fransiya, Britaniya shunday qilib arab yellarini bo'lishib olgan va Muborak Shom diyori Suriyaga Fransiya kirib kelgan. Shuning uchun xalqlarning ba'zilari xuddi bizni ba'zi insonlar rus tilini bilgani kabi fransuz tillarini bilishadi. Chunki mustamlaka, ya'ni bosib olgan davlat Fransiya davlati edi. Bu Fransiyadan mehmonlar kelsa, boshqa shunaqa bir bonjour deb chiroyli kutib oladigan bu saroy mullasi o'sha davrdagi videolarini bu yerda montaj qilinibdi. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Morgen. Shalom. أحمد بدر الدين محمد أديب حسون. هي قذيفة ستسقط على حلب، ستباد المنطقة بأجمعها. وتصغي إلى كل ما سيتلى عليك من أدلة. Bu yerda aytayaptiki, Qosim Sulaymon degan o'sha tog'utlarga, zolimlarga xizmat qilgan bir voyenniy general bo'lgan. Mana shu generalga ham bu yerda qozi har bir qilgan jinoyatlarini kattalarini eslatib ketyapti. Shu yerda Qosim Sulaymoniyni ham telefon qilib, qo'llab-quvvatlab qilayotgan qatliamlarini halollab bergan bu muftiydi. O'sha vaqtdagi, o'sha Halabdagi holatlarini ham qozi eslatib o'tyapti va mana bularga qarab turib hukm chiqarildi. Hukm shuning uchun ham butun umrlik umuman hech qanday kechirim afga tushmaydigan, ya'ni qamoqda umri chiriydigan qilib hukm chiqarildi. Qosim Sulaymoniyni Halabga borib turib qo'llab-quvvatlagan ekan, telefonda emas. Mana bu yerda videosi ko'rindi hozir. Qosim Sulaymoniy men yaxshi tanimayman, Alloh alam shu eronlik general bo'lgan bo'lsa kerak. Bular kelib baribir ko'p Shom ahlini, opa-singillarimiz nomuslariga tegib, ko'p musulmonlarni shahid bo'lishligiga
sababchi bo'lgan zolimlar. Halabda esimizda bor 2017-yillarmidi ekan, 1070, Ma'mal Karton degan joylarda shiddatli janglar bo'lgan. Musulmonlar muhosarada qolib ketgan va G'utoda, Madaya Zabadani degan joylarda insonlar barglar yeb muhosarada, ya'ni qamalda qolib yashashgan. Mana shu vaqtlarda ham bularni tekislab qirib yuborishlikka fatvo bergan muftiylardan. Bir musulmon ozgina diniga amal qilib, biroz qo'lidan kelganicha amal qilsa, darrov ushlab xorijiy dastaklar natijasida mana shunday harakatlar qilyapti deb bizda ham shu jinoiy javobgarlikka tortib qamaydi-yu, xuddi shunga o'xshab mana bu Ahmad Hassun ham shunaqa deyapti. Amerika, Yevropadan yordam olib kelib bular deb, ya'ni shunaqa fatvolarni berganlarini, o'sha videolarini qisqa qilib montaj qilib, bugungi kunda hukm chiqarilgandan keyin bunaqa videolar ijtimoiy tarmoqlarda arab segmentida juda ham ko'paydi. Bir ulamolardan birini Qur'on maxluq degan fitna chiqqan o'sha zamonda. Shunda Ahmad ibn Hanbal vallohu alam shu kishini Qur'onni maxluq deysan deb turib qamashgan. Qamashganda juda ham qattiq kaltaklangan va mana buni natijasida shu tilini uchida aytib qo'ysammi degan xayoli kelganmi, Allohu alam. Muhimi shu kishi o'zi aytar ekanki, shunda menga bir qamoqda o'g'ri juda ham bir ibratli so'zni gapirgan. Aytgan ekanki, ey ustoz, ey shayx, men o'g'irlik bilan tushdim va mana bu narsadan uyalaman. Qanchalik kaltak yesam ham mana bu narsadan battar, ya'ni yana ham ko'proq uyalaman. Lekin siz haq yo'lda bo'la turib, sobit turing deb turib, oddiy bir o'g'ridan mana shu gapni eshitib, juda ham bir haq ustida sobit turgan ekan. O'sha vaqtda ham o'sha zolim boshliqlarga xizmat qilib o'tgan muftiylar o'tib ketgan, lekin Qur'onni Alloh yaratgan, maxluq emas deb turib mana bunday sobit turgan olimlar tur berganligi uchun ismlari qolgan. Bu bilan nima demoqchiman? Mana buni diqqat bilan e'tibor berib ko'ringlar. Mana oxirida o'sha hukm o'qilayotganda qalblari qo'rquvdan va lablari titragan holatda hukmini eshityapti. Bu daqiqalarda buni xayolidan nimalar o'tyapti? Ya'ni agar bir inson haq yo'lida Alloh yo'liga da'vat qilib qamalsa, u qalbida mag'rur kiradi ana bu qamoqqa ham. Va qamalganlarni haqiqiy haq yo'lida qamalganlar o'sha qamoqda ham rohatda yashaydi. Chunki Robbim bilan yolg'iz qoldim, namozlar o'qishga, ibodat qilishga ko'p sharoitlarim bo'ladi deydi-da. Haq ustida turgan odam unaqa qiynalmaydi. Lekin mana bu zolimlarga xizmat qilib haligi mashhur gap bor-ku, avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin deydi. Oxirida mana bunday xor bo'lib, mana bunday, ya'ni qalbidan, xayolidan o'tkazayotgan gap narsalarni bir tasavvur qilib ko'rishinglarni xohlardim. Suhbatimiz so'ngida bir narsani eslatib o'taman. G'azo xalqi. G'azo xalqiga boshida janglar boshlanganda mazlumlar ko'rsatildi va butun dunyodan jar solindi. Alloh rozi bo'lsin, ozmi ko'pmi moddiy, ma'naviy birodarlarimiz har xil davlatlardan yordamlar qildi. Lekin oxirgi vaqtlarda sulh bo'ldi deb turib, bosqinchi Yahud mana bunday hiylalar qildi. Va buni natijasida sulh bo'ldi, tinchlik bo'ldi deb butun dunyo musulmonlari G'azo xalqini unuta boshladi. Men so'rab qolardimki, duolaringlarda Allohdan mana bu G'azo xalqiga nusrat so'ranglar va hech qachon unutmanglar. Holat avvalgidan ham og'ir. Negaki ummat unutib tashlab qo'ydi. Ocharchilik, bu tinchlik sulhi bo'ldi deb turib, mana buni ortida G'azo xalqini har kuni qirg'in barot qilib yotibdi bu bosqinchi yahudlar. Shuning uchun aziz birodarlar, G'azo xalqini unutmaylik.
Allohdan so'raymiz bizlarni qo'llarimiz bilan mana bu bosqinchi yahudlarni Alloh taolo o'zi jazolasin va shu bilan birgalikda butun dunyodagi mazlumlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi nusratini bersin. Sharqiy Turkistonda zolim bosqinchi hukumat qamoqlarida qiynalayotgan opa-singillarimiz, nomuslari poymon bo'layotgan opa-singillarimiz va aka-ukalarimizni Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Barchalardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.